Ayazon 12-maktabdagi obyektimizni ham xudo xohlasa setkalarni tortib gazonlarni ustanovkalarni qilib bo'ldik. Bundan bariga foydalanishga topshiriladi xudo xohlasa. Gazonlarimiz Xitoy gazon, 5 santimetrlik gazon bo'ldi. Atroflarimiz qizil заводской liniya. Choklarimizni tikib chiqqanmiz. Xudo xohlasa tikilgan choklarga 7-8 yil, 10 yilgacha garantiya berilaveradi. Yangicha uslubda bunaqa setkalarimiz bor. Bular ham birinchi qo'l, xudo xohlasa. Eng arzon narxlarda, eng sifatli mahsulotlarni klientlarimizga yetkazib berish harakatidamiz. Kimga sifatli, arzon, birinchi qo'l mahsulotlar, xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ishlaringizni bitkazib berishga harakat qilamiz. Bu stadionimizda mana bu dumalar bilan o sentrdagi dumalar sizoq bilan mana bu varotariskiy zonadagi liniya qilingan. Qo'shimcha qolgan liniyalar заводской liniya o'zida bo'ladi. Mana bu liniyalarni ham qilinayotganda o'zini mashinkasida strichka qilib tog'larni o'zini olinadi. Gazonni tagiga shikast yetkazilmaydi, kesib olib tashlanmaydi gazon. Chiroyli, sifatli holatda qilinadi bu ish ham. Murojaat qilaverasizlar.